Salom do'stlar, men Rosha Jasmina. Bugungi videomiz qanaqa bo'ladi deb o'ylaysizlar? Buni tezroq kommentga yozib ketinglar. Men bo'lmasam aytaman. Bugungi videomiz raspakovka video bo'ladi. Nimani raspakovka qilaman deb o'ylaysizlar? Buni tezroq kommentga yozib ketinglar. Men bo'lmasam ko'rsataman. 1 2 3 mana shunaqa kimdirdir raspakovka qilamiz. Tadam tadam. Ikkita mashinaga kimdir oldim. Hozir endi bularni raspakovka qilamiz birma-bir. Kelinglar, birinchi bo'lib mashinasini ochamiz. Begemotchalik. Mana shunday. Chetlardan ochib olamiz. Tadam. Ochib oldik. Mana shunaqa tuxumcha. Endi buni tuxumini ochamiz. Tadam. Tuxumini ochib oldik. Endi mana bu. Ichidagi tuxumchasini ochib olamiz yana. Hamma mana shu tuxumchasiga qiziqsa kerak, ichidagi. Men ham juda ham qiziqib ketyapman. Siz ham qiziqyapsizmi? Kelinglar, shokoladini yeb ko'ramiz. Juda ham shirin shokoladdan. Usti oq, ichi oq. Usti qora, ichi oq. Tam juda ham shirin ekan shokoladini. Endi ichidagi sarxsasini ochib olamiz. Qani ichidan qanaqa o'yinchoq chiqargan. Mana shunaqa begemotcha chiqdi. Hozir buni yig'amiz. Qani. Tadam. Mana shunaqa bo'lib birma-bir yig'ilar ekan bu. Voy. Mana shunaqa bo'lar ekanki. Bo'lmasam hozir qo'yamiz. Tadam! Mana shunaqa o'yinchoqcha chiqdi. Yana mana shunaqa kindir olib, bu yoqlarni ham yig'aman. Mana shunaqa puzzle'ga o'xshaydi. Bu yoqlarni ham yig'sam, keyin bu birgalikda jamoasi bo'ladi. Mana shunaqa begemotcha chiqdi birinchi kindirimizdan. Yuzi mana shunaqa. Mana shunaqa begemotcha chiqdi. Tadam tadam. Endi ikkinchi kindirimizni ochamiz. Shu payt bir narsani aytib ketay. Mana shunaqa skretcha taxlaganman. Hozir bu qulog'iga naushnik taqib qo'shiq eshityapti. Buni oldingi videolarimni ko'rsangiz, mana shunaqa skretcha taxlaganman. Mana shunaqa narsachalar taxlaganman. Tadam. Endi bu ikkinchi kindirimizni ham ochsak bo'ladi. Mana shunaqa yam. Bu qog'ozchalik emas ekan. Mana bu chetidan ochar ekanmiz. Bir tarafiga o'yinchog'i, bir tarafiga esa shokoladi. Kelinglar, birinchi bo'lib shokoladini ochib ko'ramiz. Tadam, mana shunaqa shokoladchasi chiqdi. Tam yaxshi ekan. Ustiga mana shunaqa pichinachalari bor ekan. Endi o'yinchoq tarafini ochamiz. Qani nima chiqargan? Unga juda ham qiziqib ketyapman. Siz ham qiziqyapsizmi? Ochilmayapti ko'p yog'i.
Mana. 1, 2, 3. Mana shunaqa o'yinchoqcha chiqdi. Va keyin qo'shiqcha chiqdi. Bu shokoladchasini yeyish uchun. Mana shunday. Tam juda ham mazali ekan. Tadam. Bu ikkita olgan kinderimizdan birinchidan chiqqan narsa mana shunaqa begemotcha chiqdi. Tadam. İki tarafdan ko'rinishi. İkinci olgan kinderimizdan chiqqan narsa esa mana shunaqa. Burchakcha oynaga o'xshaydi, xuddi mana bunaqa qilsangiz. Aylana oynacha. Bu olgan kinderlarimning ichidan chiqqan o'yinchoqchalari. Men o'zimga juda ham yoqdi. Qaranglar, buni asalchaligini. Ayniqsa mana bunisi. Buni albatta qolganini ham yig'aman. Bular kinderni ichidan chiqqan narsalar. Yana mana shunaqa raspakovka video olaymi? Yana olishimni istasangiz 500 tadan ko'p like va podpiska yig'ing. Albatta obuna bo'lib keting bu videomizda. Yana mana shunaqa kinder ochishim uchun. Bo'lmasam hammaga bye.